Ajib bir hikoya. Aqidadan talabalarga dars beradigan bir shayx bor ekanlar. U kishi ularga la ilaha illallohni sharhlab tushuntirardilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam o'z ashablariga o'rgatgan aqidani hayotlardan namunalar keltirardilar. Shayx shuningdek qushlar, mushuklarni boqishni xo'p yaxshi ko'rar ekan. Kunlarning birida shogirdlardan biri ustoziga to'tiqush hadya qilibdi. Shayxga u juda yoqib qolibdi. Uni doim yonida olib yurib, o'zlari ham ko'p qaytarganliklari va darslarda ham doimo la ilaha illalloh haqida gapiraverganlaridan tuni kun shuni aytilganligi uchun to'ti bu so'zni yodlab olibdi. Sayrash o'rniga la ilaha illalloh deb sayrar ekan. Bilasizki, to'ti eshitgan narsani yodlab qoladi. Bir kuni talabalar darsga kelsalar, shayx yig'lab o'tirgan ekanlar. Hayron bo'lib, ustoz nega yig'layapsiz dedilar. Shunda mushuklarim to'tiga hujum qilib to'timni yeb qo'yishdi dedi. Shogirdlar hayron bo'lib, shunga shunchami ustoz, biz sizga yana to'ti topib beramiz, yana to'ti hadya qilamiz, siqilmang deyishdilar. Ustoz ularga qarab, bunga siqilmayapman. Mushuklar to'tiga hujum qilishganda jon talvasasida faqat chirqiradi. Vaholanki to'ti har qanday holatda kunu tun la ilaha illalloh derdi. Mushukning hujumidan aqlini yo'qotdi. La ilaha illalloh esiga kelmadi dedi. Sababini bilasizmi dedi shogirdlarga qarab. Chunki u bu lafzlarni faqat tili bilan aytardi, qalbi bilan aytmas edi. Qalbi bunga o'rganmagan, uni his etmas edi. Bu gapni aytib ustoz bir oz sukutdan so'ng so'zini davom etdi. Biz ham shu to'ti kabi bo'lishimizdan qo'rqaman. Hayotda yashab la ilaha illallohni takror tilda aytsak-da, o'lim kelganda yodimizdan chiqarib, qalbimiz uni tanimagani uchun esimizga keltira olmasakchi deb qo'rqib yig'layapman degan ekanlar. Talabalar voqeadan ta'sirlanib ustozlari bilan birga qo'shilib yig'lashdilar. Ha azizlar, modomiki bu kalimani aytar ekanmiz, qalbimizla aytmasak xuddi to'ti kabi bo'lib qolamiz. Ketar vaqtimizda la ilaha illallohni aytishlikni nasib qilsin deb duo qilganimizda bu kalimani qalbimizni tub-tubiga joylayapmizmi yoki yo'qmi mulohaza qilib qo'yaylik.